Qiz bolani balog'atga yetish davrida sizni xavotirlantiradigan, lekin aslida davolash talab qilmaydigan holatlar. Birinchisi, bu hayz siklini buzilishi. Qiz bolada birinchi hayz, ya'ni menarxiyadan keyin 1-2 yil davomida hayzni noto'g'ri kelishi, ya'ni o'zini chislolarida har oy bitta chisloda kelmasligi yoki 2-3 oylab kechikishi, 5-6 oylab kechikishi yoki aksincha voqea kelib qolishi bu normal holat. Bu holat aynan gormonlar hali to'liq muvozanatga kelmaganligi, endi ishlashni boshlaganligi natijasi bo'lib hisoblanadi. Bunday paytda qiz bolani faqat kuzatish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu yuvenil qon ketishlar. Agar balog'atga yetayotgan qiz bolada oz miqdorda hayzlar orasida qon kelib qolishi kuzatilsa va bu holat 1-2 marta, ya'ni oz miqdorda kuzatilsa, bu ham normal holat va davolash talab etilmaydi. Bunday holat aynan anovulator siklda, ya'ni gormonlar hali to'liq ishga tushmaganligi natijasi bo'lib hisoblanadi. Bunday paytda shoshilib turli xil gormonal dorilar ichmaslik tavsiya etiladi. Uchinchisi, bu prolaktin gormonini biroz baland bo'lishi. Bilamizki, balog'at davrida ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanadi. Sut bezlari kattalashadi, tuklar chiqishi boshlaydi, hayz kelishi boshlaydi va mana shu ikkilamchi jinsiy belgilarni hosil bo'lishi uchun prolaktin gormonini yuqori bo'lishi juda ham kerak. Va agar prolaktin gormon normadan yuqori chegaradan biroz baland bo'ladigan bo'lsa, bu xavotirli holat emas. Bunday paytda faqat kuzatish talab etiladi. To'rtinchi holat bu sut bezlaridagi og'riq. Agar balog'at davrida qiz bolada sut bezlarida og'riq kuzatilsa, sut bezlari tashqi ko'rinishidan normal rivojlanayotgan bo'lsa, hech qanday hosila sezilmasa, bu normal holat. Bu sut bezlarini kattalashuvi natijasi bo'lib hisoblanadi. Bunday paytda ham hech qanaqa qo'shimcha dori vositalar talab etilmaydi. Balog'at davrida qiz bolani tana vaznini biroz ortishi, agar semizlikka o'tib ketmasa, juda ham ortib ketib qolmasa, bu normal holat. Bu holat aynan qiz bolada gormonlar uyg'onishi natijasida ishtahani, ovqatlanish xulqining o'zgarishi natijasidir. Bunday paytda albatta shifokor kuzatuvi kerak bo'ladi va hech qanday ozdiruvchi dorilar talab etilmaydi. Faqatgina sog'lom turmush tarziga rioya qilish talab etiladi.